Yedik. Zakkoski yok mu ya? 2 saat oldu biz hangi yapıdağlar. Xotin! Ya xotinim yo'q rosa. Bak hemen. Alsandı bu. Voy, yomon peyzi deyman. Yomon peyzi chuchuklab daq joyi yapak ha. 20 narsa etayım. Men hikoya aytib beray-ku. Hikoya. Mening bu hikoyam 4 bo'lakka bo'lindi. Rast bo'lgan ish. Rast bo'lgan. Unda az anlayımız var rast bo'lgan. Bu hikoyamning 4-bo'ligida mishat o'rtoq odam hammasi hayron qoladigan bir mahbatlik bor. 4-bölük yama Osman'da. Aytamsan? Ma bizning qo'shnimiz og'zini bilsizlar. İyi vaqt to'y qildi. Xotinni erishdim buni xotinga va'da beribdi ekan. Xotin har aytsam 10 ming pul berma deb. Voy, to'yirga. Ma to'y qilib birinchi iyi 8 ming pul beribdi. Qog'oz kimin ko'cha? Shuni oyog'imdan so'rab tursa, qanday buni 2 ming qo'yadi? Og'zim achchig'i patma, o'rnidan churab qopatlam. Chang deb buni qo'yib. "Ey, buni olsa, pulni sen topamsan, menmi?" debdi. Eski balı bu. Davamı çok, davamı. İkincisi. Ayol debdi. Xotin menga kirib bir go'ralamaydi. Ma'qul deb ayol kirishdi 1 soatdan keyin bir suiqasd edib oldi qo'yapti buni. Ey, men sen lag'ma et desam sen suiqasd etdingmi deb ayol vaqiribdi yana. Men aytdim ayolni ochiq kelib, o'rnini churab qo'pablam og'zini chirayib, vasini buni qo'yib. Ey, tomoqni sen aytamsan, menmi debdi. Boş emeski. Üçüncüsü davamı. To'ytinisi, Üçüncüsü kan kaldı. ey, hikoyani sen aytamsan, menmi? Böyle çıtırtırga gülekmişim var. Çıtırmadın ama? Feyze hikaye. Aldım sorundum üstünde. Çıkıdaklıydım diyelim ama